Teokratiya va kapitalizm bitta jamiyatda qanaqa rivojlanish mumkin? Rivojlana oladimi? Ilohiy boshqaruv va iqtisodiy. Qaranglar, kapitalizm bu liberalizmning bitta butog'i. Ha, shu mavzudan kelib chiqdim. Ha, shu mavzudan qaranglar. Kapitalizm nima bu? Kapitalizm bu kapital asosida komfort yaratish, odamlarga iste'mol qilib berish. Kapital nima uchun yaratiladi? Ha, masalan, mana deylik, Tesla nima uchun kerak? Bu komfort bu. Har tomonlama komfort. Har tomonlama. Zamonaviy ehtiyojlarni qondiradigan. Hattoki mashinaga chiqib o'tirasan, o'zi olib borib qo'yadi. Ha. O'zi olib borib qo'yadi. Uxlab ketasan xohlasang. Uxlab ketasan xohlasang, boshing og'rib turganini ham yoki boshing og'rimoqchi bo'lganini ham aytish mumkin. Yoki uxlab qolmoqchi bo'lganingni ham aytish mumkin va hokazo. Hatto avariya holatlarida ogohlantirish. Ha, o'zi aslida avariya holatiga tushish ayrim holatlarda. Avariya holatidan Teslasiz ogoh bo'lish insonning insoniyligini belgilab beradigan xususiyatlar, uni baxtli qiladigan, lekin Tesla uni o'zining zimmasiga oladi. Mayli, u boshqa masala. Endi qaranglar, yigitlar. Mana liberalizmda ikkita subyekt bor, ikkita. Birinchisi inson, birinchisi inson, ikkinchisi kapital, moddiyat. Insonga asoslangan g'oyalar, bugungi boyagi liberal g'oya deydigan bu Yevropada qolgan. Inson eng asosiy qadriyat. Sotsializmga asoslangani bu o'ziga kapitalni asos qilib oladi. Ya'ni hozir tushuntirib beraman. Ya'ni deylik, SSSRda moddiyat birlamchi bo'lgan. To'q yashaymiz. Inson deylik qadri bo'lmagan deymiz-ku, paxtaning qadri bilan insonning qadrini solishtiradigan bo'lsak, paxta ustunroq bo'lgan. Yoki bo'lmasa hozirgi sotilgan. Yoki hozirgi nimani Xitoyni oladigan bo'lsak, Xitoy bu dunyo fabrikasi hisoblanadi. Ular masalan o'zlarida ishlab chiqariladigan BYDni o'zlaridan arzon O'zbekistonda sotish mumkin. Lekin ularda misli ko'rilmagan darajada mehnat qilinadi. Misli ko'rilmagan darajada. Kapital insondan baland. Ha, kapital insondan baland. Birlamchi bo'ladi va mana shu kapitalizm degan paytda biz tabiiyki modern davr haqida gapirayotgan bo'lamiz. Modern davrda biz bilamiz, Xudo yo'q. Siz agar islomga mana hozir eng tirik din, ya'ni islomga liberalizm orqali qaramoqchi bo'lsangiz o'xshamaydi. Chunki umuman boshqa ikkita islomga kapitalizm orqali qaramoqchi bo'lsangiz o'xshamaydi. Modern islom degan tushuncha yo'q. Bu absurd bu. Islom hech qachon modern bo'lishi mumkin emas. Islom hattoki sivilizatsiya deyish mumkin emas islomni. Bizlar ham ko'p aytamiz sivilizatsiya. Islom sivilizatsiya emas bu. Sivilizatsiya degan paytimizda qandaydir binolar, kiyimlar, rivojlanish nazarda tutiladi. Yo'q, o'zi aslida buni yana chuqur nimalari bor. Islom hatto sivilizatsiya emas. U ilohiy qonuniyat ular. Shuning uchun boyagi ko'pchilik o'ylaydi-ku, mana gumbazlarni, unaqa masjidlarning gumbazlarini boshqasini xuddi bir islomiy yo'q. Islom vujudga kelgan paytda unaqa narsalar bo'lmagan. Islom u narsaning ustiga qurilmagan. Shuning uchun ham kapitalizm va nima boyagi teokratiya. Teo degan xudo degani. Kratus degan hokimiyat degani. Kratus degan hokimiyat, ya'ni teokratiyada asosiy subyekt xudo va xudo demak o'zining hokimiyat vakolatlarini kimgadir berdi. Mana shu tizim uzilmagan. Monarxga bo'ysunyapsanmi? Tabiiyki xudoga bo'ysunyapsan degan tushuncha asosiga quriladi. Demak, bu gapdan kelib chiqib, balki men shu paytgacha noto'g'ri xulosa asosida yashagan bo'lishim mumkin. Agar shunday bo'lsa, hammadan uzr so'rayman. Bundan u yog'iga, demak, biz Saudiyani teokratiya deya olmas ekanmiz. Chunki u yerda kapitalistik qarashlar, deylik, show biznes, media, sotish mumkin bo'lgan ko'plab narsalar birlamchiga chiqayotgandek tuyuladi menga. Ha, ya'ni siz deylik, bu shaxsiy fikringiz bo'ladi. Albatta. Ya'ni bugun butun dunyoda, butun insoniyatning, butun tafakkurimizning eng mayda o'sha joylarigacha liberalizm kirib borgan. Ya'ni men hech deylik bunga aloqam yo'q deb ko'pchilik ayta olmaydi.
teokratiyalar bor. Masalan, Vatikan, Eron. Eron va hattoki Buyuk Britaniya. Buyuk Britaniya qiroli diniy rahnamo ham hisoblanadi. Ko'pchilik lekin bu nima qilinmaydi. Gapirilmaydi shekilli. Ya'ni Anglikan cherkovining rahbari ham hisoblanadi. Va ularni ham masalan oddiy Ironni ham o'sha komfortlardan xoli deb bo'lmaydi baribir. Lekin va huquqiy jihatdan masalan o'sha aytgan 3 ta davlatingizni bemalol teokratiya deyish mumkin.